Katta bo'lsam, saodat bo'laman, vatanimni himoya qilaman. Hammaga yordam beraman. Vatanimga xizmat qilaman. Hammani himoya qilaman. Yurtimizda mustaqillik bayram shukuhi kezib yuribdi. Har hududlarda kam ta'minlangan, saxovatga muhtoj bo'lgan oilalarga kirib, ularni hollaridan xabar olinyapti. Har viloyatda 35 tadan oilalar tanlanib olingan holatda xursandchiligini, ya'ni sunnat to'yini o'tkazilishligi, ularga sovg'a salomlar berilyapti. Parvardigorimizdan so'raymiz, mana shu ishlarga avvalo bosh bo'lib turgan muhtaram yurtboshimizni, u kishini atroflaridagi barcha mutasaddi rahbarlarimizni, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarini va Vaqf xayriya jamg'armasining raisi ustoz Zayniddin domlamizga ham o'zimizni cheksiz samimiyatimizni, tashakkurlarimizni bildiramiz. Bugun 2026-yil 12 avgust chorshanbada biz Chirchiq shaharga tashrif buyurdik. Yurtimiz tinchligiga, osmonimiz musaffoligiga ko'z tegmasin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan homiylarimiz ham sog'-omon bo'linglar. Bugun tanlangan haqdor oilalarimizni 35 nafar farzandlari yurtimizni 35 yillik ayyomiga bag'ishlab xatna sunnat to'y marosimidamiz. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Bizani deb o'ylab shunchalik qildim, ularni Alloh siylasin. Tadbir haqida fikrlarim yaxshi. Спасибо и вас тоже. Спасибо нашему президенту. Хорошее такое мероприятие. Мы очень рады, что нашего внука тоже пригласили. Люди, конечно, с добрым сердцем. Всем большая благодарность. Sizlarni turli-tuman sovg'alar kutyapti. Sovg'a olish yaxshi ko'rasizmi? Qachon oxirgi marta sovg'a oldingiz? Olganim yo'q. Olmadingizmi? Prezidentimga rahmat. Bu sovg'alar menga yoqdi. Ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin, sog' salomat bo'lishsin. Ularga kattakon rahmat.